Her gazetenin, her jurnalının bir sanında bir kodak yoki bir necha kodak bo'la. Bu iqtibor o'zagida bo'la turgan, bahas uyata turgan, qiziqli ham qo'y vaqtda janjalli maqala. Janjali majburiy tugul, lekin aktual bo'lg'ach, uni xalq qabat-qabat bir-birine berib, o'qiy ham tekshira. Anday maqalalar vatanım Tataristonda borib, nechik o'qitirga seni adabiyat degan maqala bik ushadi. Shuningda bu aktual tema, ha onu bir kimda o'ylamaydi ham, balki anglamasda, balki sizda anglamasizdir. Lekin Rashid Fathirahmanovning bu maqalasi o'qirga loyiqli. Erlar o'yni, xotirlar urli. Demak, milyonlarcha aqshani urlovchi kassada ishlagan, bankda ishlagan xotinlar turida bu yozma. Bir yozma o'qimagan bola yilga qaramay deb atalgan. Onda balalarning 3 sinf o'qiymi, 4 sinf o'qiymi, boshlang'ich maktabmi, uning ahamiyatli tugul, o'qigani o'qiy, o'qimagani ko'pmi o'qitsang da baribir o'qimaydigan fikr aytilar. Ham nihoyat meni qodoq, bu sonning qodog'i deb men jirchi ham kompozitor Zafar Xayriddinov bilan angamani aytar edim. Zafar Xayriddinov bilan silashuvchi G'uli Nag'imadova ona shoqti shitrikli so'rovlar bera, ham bu so'rovlarni bizning xalq yaratib bera ham o'qiy. Nersesinin bizning jırlarımız, istrada nihindi halde, kim eybet, kim noşar. Qaysi yaşashab, qaysi bir narsaga yaramay, lekin donga erishgan. Mana shu turda söylashgach, mag'ayin bo'lsanda o'qirlar bu turda. Chunki mening uchun hali nindidir garnirda bo'ldi. Bizning gazetda Luiza Batar Bulg'ari Tatar estradasi 50 yilga ortga tagaradi deb aytgan. U topshiruvdan ishlangan maqala albatta. Lekin Luiza Batar Bulg'ari har vaqtda g'odiy fikrlar aytmay, u endi bitirib tashlagan qo'y temalarni, qo'y avtorlarni Salih Saydashning oshi yozmishida esga olgan. Demak, Luiza Bulg'arining shu chiqishina javob etib, vatanım Tatariston Zafar Xayriddinov bilan angama bostirgan. Kichkina bo'lsa da qodoq bor. Shahri Qozonda qodoqning desing. Allani onday janjalli yozmalar bo'lmasa da, xalqning tarixiy xatiri qisqa bo'lsa, g'umrida uzun bo'lmaydigan yozmaga e'tibor etdik. Sholli yo'lida Mamadish rayonida bir haykal, shunday o'rin, tarixiy o'rin bor, uni bir kim de bilmay. U yo'ldan 4 chaqirimda, birindik kartalarda da aytilmagan, lekin bu yo'li yoz topganlar Yulduz Sharapovning bu yozmasına, bu haykal 12-asrdagi Tatar tarixi bilan bog'liq voqealarga qaytara, ham uni o'qirga kerak. Ya'ni Shahri Qozon burungi Sholli shaharchigi turida yozib, o'zine ko'ra sensatsiya ishlaydi. Ko'plaringiz buni bilmay, kirib qarag'iz, Sholli yo'lidan Mamadish rayonida kirgizlar 4 chaqirim qarag'iz. Madaniy jumg'a. Birinchi bitta bir turkum yozuvchilarning Spas rayonuna borib, Alish haykali yanında turulari tushirilgan. Qiziq fakt bu. Alish muzeyine kirganlar, yaxshi muzey, yaxshi bo'lgan. Abdulla Alish Musa Jalillar qurmashlar bilan birga halak bo'lgan, boshqa kesilgan shaxs. Bu turda yozmada aytilar shu muzeyda tarix turida Jalil ham qurmash bilan beyli turida, Tatar millati turida ma'lumot yetmay deyilgan. Shunda o'q yo'l o'ngaydan menda endi yo'l o'ngaydan deyirga kerak. Nig'mat Tergulov degan kishi, u Moabit daftarini Qozonga qaytargan kishi, ham shuning uchun otib o'tirilgan kishi. Onun turunda da esga olishga kerak degan, albatta Alish avuluna borg'achgina tugul, boshqa vaqtda da aytga loyiqlidir. Ya'ni bizda hali unutilgan shaxslar, ya'ni buyuk voqealarga bog'liq shaxslarning loyiqli o'rnini bilmau hamon da orabizda qola. Shuluq madaniy jumg'ada Ag'zam Fayzrahmanovning har xalqqa beysizlik kerak degan yozmasi bor. Shitrikli, qiziqli, har millatning davlati kerak, beysizligi kerak degan fikr, albatta turli fikr uyatir, turli qarash, ekstremist deb ayblarga mumkin, lekin dalilli xalqaro huquq normalarini Ag'zam Fayzrahmanov o'qirga loyiqli. Shuluq madaniy jumg'ada Amerikada yashovchi g'olim millatdoshimiz Yo'lay Shamil o'g'li bilan angama bor. U Tatar tilini nechik saqlarga, shundan nechik saqlarga tinglab qaraylik Amerikan Tatarining fikrin. Ham nihoyat qodoq madaniy jumg'ada Milosha Xabaddinova o'zining bahasli maqolasining ikkinchi ilishini bostira. U iranlik librettistlar ni taqtashni o'tira deb atala. Menim taqtash degan operada ni uchun taqtashni 3 taqor o'tiralar, ya'ni ni uchun tarixiy yoki adabiy haqiqatga tangal kelmaydigan libretto yozilgan degan problemani ko'tara.
Ничек булыр бәхәс, нинди җаваплар булыр? Һәрхәлдә без ишетербез әле бу турыда, бу бәхәснең дәвамын. Шунда ук Айдар Хәлимнең шигырьләр шәлкеме бар. Шулай ук гади темага яза торган шәхес түгел. Бу шигырьләр дә гадәттә кадак булып китә торган шигырьләр арасына керә. Ахырда татарча булмаса да, юка булса да, Звезда Поволжья газетендәге 1-2-3 кадакка сезнең күзне салырга телим. Ислам дигән мәкаләдә Россиядә ислам динен тотучыларның арта баруын, исламның әһәмиятен, ничә дистә миллион кеше булганын һәм булганчылыгын ачып салган Рәшит Әхмәтов. Бу мәкаләне укыган кешеләр мөгаен сискәнеп китәр, уянып китәр. Чыннан да ислам Россия тормышында торган сайын зуррак урын яулый. Звезда Поволжьядагы 2нче кадак Индус Тахировның, академик, Бөтен дөнья татар конгрессының элекке җитәкчесе, Кырым татарлары турында яза башлаган. Аның беренче өлеше Кырым в измерениях истории дип атала, һәм анда да тетрәндергеч, билгесез булмаган һәм билгеле фактлар китерелә. Кырым татарларын 1-20 гасырда гына түгел, һәр вакыт төрле гасырда үзләренең Кырымыннан куганнар, һәм алар һәр вакыт барыбер үзләренең җирләренә кайтырга тырышканнар. Шул турыда бу кадак булырлык мәкалә. Һәм 3нче язма Лев Толстой һәм Чиркәү. Бусы да элекке сандагы мәкаләнең дәвамы Гамир Гарифуллинның Лев Толстойны православ чиркәүеннән аерганнар, аңа анафема игълан иткәннәр бит. Бу язмада хәзер Лев Толстойның чиркәү кешеләренә үзенең җавабы бирелә. Менә шушы язмаларны укып карасагыз, татар матбугатында, Татарстан матбугатында да хакыйкать турында дәгъва бирүче язмалар барлыгын үзегез белерсез. Карап карыйк, тагы ниләр күрербез, хәзергә сау булыгыз.